Hozir men sizlarga Vertera kompaniyaning marketing planini tushuntirib beraman. Bu yerda gibridniy plan marketing, to есть klassika bilan binar ishlaydi. Bir PV barobar 56 ming so'm, bitta условный единица 10 ming so'm. Bu yerda 3 ta paketi bor, kirish paketi. Birinchi paket gold paket. Bu 20 PV и buni narxi 1 million 120 ming so'm. İkinci paketimiz platina paket 100 PV 5 milyon 600 ming so'm turadi. Uchinchi paket premium paket 200 PV 11 milyon 200 ming so'm turadi. Bu yerda upgrade bor, muddati yo'q. Bir oy ichida agar siz 20 PV dan 100 ga o'taman desangiz, 80 PV qilsangiz ikkinchi paketga o'tgan bo'lasiz. Также uchinchi paketda ham xuddi shunaqa. Birinchi paketdan uchinchi paketga тоже bir oy ichida o'tishingiz mumkin. Bu yerda 8 xil daromad bor. Birinchisi bonus za приглашение, то есть BZP. Bu shaxsiy takliflardan kompaniya 40% PV dan beradi. Misol, sizni kezingizdan bitta hamkor keldi, 20 PV ga 1 million 120 ming so'mga mahsulot sotib oldi. Sizga o'sha 40% dan 8 uyi chiqadi. 8 uyimiz bir uyi 10 ming bo'lsa, значит 10 mingga ko'paytiramiz, 80 ming so'm sizga daromad chiqarib beradi kompaniya. İkinci bonusumuz bu klub bonusu. Klub bonusu bir oy ichida hisoblanadi. Buni sharti o'zingiz kamida 20 PV bo'lishi kerak sizda. Bu yerda 120 PV li klub bor va 220 PV li klub bor. 120 PV li klub bu birinchi liniyangizni yig'imi 120 PV bo'lishi kerak. O'shanda sizga kompaniya 550 ming so'm beradi va 100% cashback beradi o'zingiz sotib olgan PV'ingizdan. İkincisi 220 PV'li klubni bonusda. Bu birinchi liniya bilan va o'zingizni olgan PV'ingizni birga qo'shib yig'imidan 1 million 100 ming so'm beriladi va 100% cashback, ya'ni o'zingizni olgan PV'ingizdan. Agar siz o'sha oy o'zingizni paketingizni 100 PV ga oldingiz, sizni ketingizdan yana 120 PV ga birinchi liniyangiz qildi. Unda sizda общий 220 PV bo'lyapti. Значит, siz 1 million 100 ming so'm olasiz va 100% 560 uyi sizga tashib beradi kompaniya. Keyingi bonusimiz bu komandni binarniy bonus. Bu yerda sikl 40 PV ga 40 PV uriladi, bir sikl hisoblanadi. Bu yerda sizni o'zingizni olgan paketingizga уже bog'liq. Agar siz birinchi paketda bo'lsangiz, gold paketda bo'lsangiz, sizga 80 ming to'laydi bir siklga. Agar siz platina paketda bo'lsangiz, sizga 100 ming so'm to'laydi. Premium paketda bo'lsangiz, 140 ming so'm to'laydi. To есть bitta qilgan ishingizga siz ili 80, ili 100, ili 140 ming so'm olasiz. Shuning uchun birinchi o'chirda biz agar o'zimizni paketimizni 200 PV ga ko'tarib olsak, o'shanda maksimal biz daromad olamiz. Keyingi bu kvalifikatsiya. Kvalifikatsiya bizda granatdan boshlanadi. Granat bu komanda bilan siz 400 PV qilasiz. Kam tomoningiz o'shani ichidan 200 PV bo'lsa, kompaniya sizga 1,5 million so'm bonus beradi. Agar siz Rubin kvalifikatsiyasini yopsangiz, bu 800 PV, uni ichidan kichkina tomoningiz 400 PV bo'lsa, sizga kompaniya 2 million 330 ming so'm to'laydi. Uchinchi kvalifikatsiya bu izumrud, bu 2000 CV ga 1000 CV PV kichkina tomoningizdan bo'lsa, kompaniya sizga 3 million 330 ming so'm to'laydi. Keyingi kvalifikatsiya bu sapfir. Bu yerda 5000 PV bo'lishi kerak, kichkina tomoningiz 2,5 PV, kompaniya sizga 5 million so'm to'laydi. Har oy shu tovar oboroti qilsangiz, har oy shunaqa daromadlar olasiz. Sapfirdan yuqori любой yana status kvalifikatsiyaga 5 milliondan to'lanadi. Hozir shunaqa aksiyalar ketyapti. Faqat O'zbekiston uchun startoviy nabor bor. 1 million 120 ming so'mga agar 4 ta biza gel olsak, bu yerda bizaga 2 ta Forte original, bitta olma qo'shimcha, bitta olcha qo'shimcha, bitta Angel Life va 12 ta umniy rебенок beriladi. To есть bizani foydamiz 560 ming so'mga biza ichida podarka olamiz.
Undan tashqari yana Быстрый старт degan bitta aksiya или nima bonusimiz bor. U nima degani? Agar siz o'zingiz shu oy 20 PVga kamida mahsulot oldingiz va 5 kun ichida ikkita shaxsiy hamkor taklif qilsangiz, ularning ham paketi 20 PVdan kam bo'lmasa, sizga kompaniya keyingi oy 1-chisolarida 120 uyi, to есть 1.200.000 so'm cashback qilib qaytaradi. Siz shu pulga mahsulot o'zingiz uchun sotib olishingiz mumkin. Qisqacha marketing shundan iborat.